Barchaga salom, sizlar bilan Doniyor. Bugungi videoda biz sizlarni Herobrine chaqiramiz. Herobrine chaqirish uchun men mod o'rnatdim. Mana shu yerda chaqiramiz. Bu qaroqchilar. Boya urush bo'ldi mana yerda. Bilmadim nima urush. Tak. Birinchida 3 chuqurcha qazib olishimiz kerak. Mayli, e'tibor bermaymiz. Yana bo'lyapti. Hop. Ana shunday chuqurcha qazib olamiz. Keyin mana bunday qo'yamiz. Lavalar. Tak. Keyin altar Herobrine va oxirida mana buni. Qo'y. Hoppa. Herobrine yozdi bir bala deb. Mayli, ketdik. Boshlaymiz. Ularni olamiz. Bunda naqd 37 ta mod bor. Ho'shim ko'p. Umuman. Qiziqroq bo'lishi uchun kech qilamiz. Kechda Herobrine paydo bo'ladi. Ular askarlar Herobrine'ni otadimi, yo'qmi? Bilmadim. Men night vision berib olmasam bo'lmaydi. Tak. Herobrine bor, qo'rqmaysizlar. Bo'l. Nima bu? Uncha tez kelyapti. Hozir bu palakatda. Yomon qilinadi. Mollarni ham la'natlab qo'ydi bu parazit. Hamson. Brat. Rahmat. Ular hujum qilmaydi. Umuman. Xo'p, yaxki Herobrine. Qansa? Ular moblarni o'ldirar ekan. Yaxshi, yomon emas. Nima? Effekt berib tashladi. Nima bu? O'ldir. Qayoqqa otyapsan? Yo'qki, parazit. Yo'qki.
Niye o'lmayapti bu? Yaxshi, yursin. Qochib ketdi qo'rqoqqa o'xshab. Hop, ketdik. Birat xarab emas. Bunaqa modlarda mini nomi degan modda qo'shgandan afsuslanmayman. Lekin ular menga hujum qilmaydi-yu, men ularga hujum qilsam, ular menga hujum qiladi. Garib emasmi? Yo'q. Bedruk qilich. Hey! Yo'qol. Qoch. Bedruk qilich. O'ldiring uni. Hey! Yo'qol. Bo'ldi, o'ldim. Ancha. O'ziga teleport qilyapti. Azizlar, bunda umuman yutolmayman menimcha. Meni o'ldirishim kerak. Maqsad. Endi zombilar kamaydi. Mana yerda xayrabrlar zombiga o'xshab kelyapti. Qo'ylarni ham la'natlab bo'pti u. La'nat. Yaxki. Nima qilyapti? Yaqal. Yaxki do'xnitsi. Birga bir. Nima qilyapti bular? Yaxki chiq bu yoqqa. Yo'q. Yaxki yana tushirib yuborsang, adabingni beraman. Ana haqiqiysi. Yaxki. Dronitga barib bormidi? Yoppo. Nima qilyapti ekan, Ularni ham la'natlaydi hozir. Yaxshi. Bo'ldi. Azizlar, aslida buni harkod qilmoqchi edim. Lekin maqsad xayrabrini o'ldirish edi. Men challenjda yutqazdim. Barchaga tomoshangiz uchun rahmat. Sizlar bilan Doniyor bo'lib o'tdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolaman va barchaga xayr.